Xo'p, videomizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz Flutter dasturlashni, Flutter veb-saytini qanday qilib serverga deploy qilishni o'rganamiz. Bizga buning uchun kerak bo'ladi Flutter veb-sayti, ya'ni ozgina kod yozilgan veb-sayt. Hozir ko'rib chiqamiz. Endi tayyora bor. Hozir ko'rsataman. Oldin bitta run qilib ko'rsataman. Ishonch hosil qilish uchun murakkab bo'lishi kerak emas. Hurmatli dasturchilar, endi kirib kelayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon ishlayotgan bo'lsangiz farqi yo'q. Menimcha hammaga bir qatori foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Hozir qanaqadir yangilik kelgan ekan VS Code'ga. Unchalik muhim emas. Hozir bizda asosiy oyna bor, homepage degan. O'tamiz asosiy oynaga, keyin yana 4 ta qismga bo'linadi. Bu qismlarni qanday boshqaramiz? Bizlarga global key kerak bo'ladi. Bu nimaga kerak? Bosilganda tepada upbarda knopkalar bo'ladi. Knopkani bosganda aynan masalan about sectionga shundoq scroll qilib tushadi. Solutions degan knopka bosilsa solutionsga tushadi yoki obratno tepaga chiqishi yoki pastga tushishi. O'zimiz ham mishka orqali scroll qilishimiz mumkin. Bu qanaqadir fancy narsa desak ham bo'ladi veb-saytimizni. Veb-sayt juda ham oddiy. 3-4 ta tekstlari bor, bir ikkita widgetlar, unchalik murakkab emas. Xo'p, bu start olguncha men yana bir ikkita narsalarni ko'rsatay sizlarga. Server kerak bizga, unchalik qimmat bo'lmagan. Bu test uchun to'g'rimi? Xo'p, ajoyib server hosting provider bor bizda. HostVDS deb yozsanglar chiqadi mana shunaqa veb-sayt. Control panelga o'tamiz. Men bu yerda allaqachon bir ikkita serverlar olib ishlatib ko'ryapman. Mana serverlarim ishlayapti hammasi. Sizlar uchun yangi server ochamiz. Yangi server Amerikadan olsa bo'ladi, Yevropadan, Gonkong. Tezligi hozir eng balandi Gonkong ekan. Xo'p, kelinglar Gonkongdan bitta olamiz. Eng arzoni. Veb-saytga unchalik qimmati moshinasi kerak emas. 22.04 versiya Ubuntu zo'r ishlaydi. Qanaqadir bug nimalar chiqishi murakkab, toza. Deployni bosamiz. Ozgina kutamiz. Xo'p, mana bu yangi server. Mana veb-saytimizdan ishga tushibdi. Bu mana aytgan veb-sayt. Mana about knopkani bossangiz aboutga tushadi, solutions bossangiz solutionsga, projects va team. Ya'ni shunaqa. Global keylar shuning uchun kerak. Ko'rib oldik, ana shu veb-saytni joylashtirishimiz kerak. Mana serverimizdan ishga tushdi. Bir ikkita qiladigan ishlarimiz bor bu yerga. View console'ga bosamiz. Security parol qo'yishimiz kerak. Kirish uchun 2 minut kuting. Wait 2 minutes before changing the password. Xo'p, ko'rib chiqdik-a. Buni ham hali ko'rsataman. Chiroyli strukturalar bilan kod yozish, mana qaranglar. Hammasi ajratilgan, akkuratniy kodlar turibdi. Refresh qilamiz. Mana bo'ldi. Change password qilamiz. Bir xil yoziladi, tagiga ham, pastga ham bir xil kod yozasizlar va password change deyiladi. Endi detailsga o'tamiz. Kerak emas saqlashi. IP adresini copy qilib olamiz. Bizga chiroyli narsa kerak. Dastur. FileZilla deganni bilasizlarmi? FileZilla. Ana shu to'g'ridan to'g'ri serverga ulanishga yordam beradi bizga. Mana yana bitta ko'rsatib o'tay. Qayerdan kirdi demanglar. Mana burchakda. Bilmadim, macOSda shunaqa, menimcha Windowsda xuddi shunaqa ko'rsatadi. Burchakni bosasizlar. Mana bu yerda SSH file transfer protocol ana shuni olasizlar. Keyin mana bu hostga
serverni IP adresini copy qilib oldik-ku. Shuni joylashtiramiz. Mana bu yerni bo'sh qol desanglar bo'ladi. Portni yoki 22 yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Farqi yo'q. Root bu o'zgarmas. Agar yozilmagan bo'lsa yozib qolinglar. Root bo'lishi kerak server useri. Keyin parolga o'sha kiritgan parolingiz. Nima kiritgansiz? O'shani yozib qo'yasiz. Ya'ni security'ga qanaqadir parol qo'ydingiz-ku, o'shani mana shu yerga yozish kerak. Ketdik. Connect. Albatta ishon qo'shildi. Mana shu bizning server ichi. Bunga biz bitta papka yasab olamiz. Flutter web deylik. Flutter web. Keyin yetib kelamiz mana bu yerga. Flutter web build web release degan komandani beramiz. Bu nima qiladi? Ko'rib turganingizdek, рабочий stolimizda build degan papka bu. Mana shuni ichiga web, ya'ni tayyor shaklda bizga veb-sayt fayllarini yasab beradi. Mana shuni ichiga hozir yasayapti. Ba'zilarda ko'rinmasligi mumkin. Men 1-2 marta yasab oldim allaqachon, shuning uchun menga ko'rinyapti. Boshda ko'rinmasligi aniq. Kutamiz, mana build bo'ldi deyapti. Ichkariga kiramiz. Mana shu fayllarni serverga joylash kerak. Qanday qilamiz buni? Xo'p, papkani topib olamiz. Comp web degan edi, manaki, mana kirdik. Mana buildni ichiga nima bo'ladi? Web degan papka bo'ladi. Mana shu web papkasini hammasi olamiz, tortib Ctrl A diqqat qilsam bo'ladi, lekin shu tortib bir amallab mana ichkariga olib kirish kerak. Naqadar qiyin. Naqadar ochilib ketyapti. Sharmanda qilma. Ctrl A duplicate kerak emas menga. Kopировка qilsa bo'lmasmikan. Compress qilsa bo'ladi-yu, mana kopировка qilsa bo'lar ekan. Ctrl V qilaman. Xo'p, ko'rganingizdek Flutter web degan papka ochuvdik serverning ichiga. O'shani hozir ichkarisiga biz mana bu bizga generatsiya qilib bergan fayllarni olib tashlayapmiz. Mana shuni hammasi serverning ichiga bo'lish kerak. O'tyapti. FileZilla degan dasturni aytib o'tay. Любой brauzerga kirasiz, FileZilla deb yozsangiz mana birdaniga ochib beradi. Qo'rqmasdan skachat tugmasini bosasiz va sizga tashlab beradi. Mana macOS'ga mana bunaqa. Keyin downloadsga o'tganda mana shunaqa bosasiz, o'zi o'rnatib beradi. Murakkab narsa emas. Bo'ldi. Joylab bo'ldik serverimizga. Endi u yog'ini xudo xolasa keyingi darslarda tushunarli ko'rsatamiz. Hozircha shu. Qancha qisqa qilsak, shuncha o'rganish oson bo'ladi. Qayta ko'rishingizni tavsiya etaman.